hakimi Behzodjon Odiljonovich Ibragimovga beramiz. Arenalarida bizim madhiyalarimiz, bizim bayroqlarimiz ko'tarilsin. Sog' bo'yda salomat bo'ling. Diqqat qilamiz, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Tumanimizdagi mavjud 55 ta MFdan jamoalar qatnashdi. Musobaqa olimpiya tizimida o'tiladi. Yutqizgan jamoa musobaqani tark etishga majbur, chunki jamoa juda ham ko'p. Millionlab yoshlarimiz kutgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining butun yurtimiz bo'ylab tuman shahar bosqichlariga start berildi. Mana bugun Buvoyda tumanimizda ham Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining tantanali ravishda ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Yoshlarimizga mana shunday sharoitlarda imkoniyatlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz.